Assalomu alaykum. Men Ne'matjon va Mashhura Olimovna. Navbatdagi o'yinimiz meva va sabzavotlar latosi interfaol darsligi. Maqsad bolalarni meva va sabzavotlar to'g'risidagi tushunchalarini mustahkamlash, strategik fikrlash va diqqatlarini jamlashni rivojlantirish. O'yin yoshi 4-5 yosh. O'yinning tarkibiy qismlari 4 dona asos va 24 dona meva va sabzavot tasvirlari tushirilgan kartochkalar. O'yinda 2 dan 4 nafargacha o'yinchi ishtirok etadi. Bugun o'yinimizda menga Madina hamda Iskandar yordam berishadi. Madina, Iskandar, hozir sizlarga kartochkalarimizdagi tasvirlarni to'g'ri topish va joylashtirish uchun asosiy ma'lumotni aytib o'taman. Mana bu jigarrang rangli asosimizda poliz ekinlari. Yashil rangli asosimizda sabzavotlar. Qizil rangli asosimizda rezavorlar hamda sariq rangli asosimizda mevalar soyalari tushirilgan. Hozir sizlar men bergan kartochkalarni kerakli asoslarga va kerakli soyalar ustiga joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Iskandar, bu qaysi meva ekan? Anor. Anor. Anorni soyasini topasan va joylashtirasan. Barakalla, juda ham to'g'ri. Anor mevalarga kiradimi yoki sabzavotlargami? Mevalarga. Barakalla. Madina, malina sabzavotlarga kiradimi yoki mevalarga? Yo'q, rezavorlarga kiradi. Barakalla, juda ham to'g'ri. Malina rezavorlarga kiradi. Iskandar, bu nimaning tasviri ekan? Tarvuz. Barakalla. Tarvuz qaysi ekinlarga kirar ekan, Iskandar? Poliz ekinlarga. Barakalla. Demak, poliz ekinlari asosini Iskandarga beraman va Iskandar tarvuzni soyasiga qarab joylashtiradi. Juda ham to'g'ri bajarding. Endi Madina va Iskandarga kartochkalarni beraman. Iskandar poliz ekinlari va mevalarni, Madina rezavor va sabzavotlarga tegishli bo'lgan kartochkalarni topadi va soyasiga qarab joylashtiradi. O'yinimizni boshladik. Madina faqat rezavor va sabzavotlarga tegishli bo'lgan kartochkalarni olasan. O'yin mana shu tartibda davom etadi. Asoslarni to'g'ri va birinchi to'ldirgan o'yinchi g'olib deb topiladi. O'yin davomida pedagog tomonidan bolajonlarga meva va sabzavotlarga oid bo'lgan topishmoqlar, she'rlar o'rgatiladi. Bolalarning nutq boyligi oshiriladi. O'yinning ikkinchi ko'rinishida bolajonlar asoslarga joylashtirgan kartochkalarni nomlari va ranglari so'raladi. Madina, bu qaysi meva? Olma. Olma qanaqa rangda? Qizil rangda. Barakalla. Iskandar, bu qaysi meva? O'rik. Barakalla. O'rik qanday rangda? Sariq. Sariq. Juda ham to'g'ri. Madina, bu nima ekan? Sabzi. Sabzi. Sabzi qanday rangda ekan? Sariq. Juda ham to'g'ri. Sabzi sariq rangda ekan. Qani endi Iskandar, bu nima ekan? Bodring. Juda ham to'g'ri. Bodring qanday rangda ekan? Yashil. Yashil. Barakalla. Tarbiyachi tomonidan barcha meva va sabzavotlarning nomlari va ranglari so'raladi.